بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Din ishi mavzusidagi borayotgan darsimizdan bugun 5-masala sifatul amali bil isbati fi kalimati tawhid. Tawhid kalimasidagi isbotga amal qilishlik sifati. Biz o'tgan darsda tawhid kalimasidagi isbotga amal qilishlik tushunchasi haqida to'xtalgan edik. La ilaha illalloh kalimasi ikki bo'lakdan tarkib topishligini, nafi va isbot. La ilaha qismi butun Allohdan o'zga ibodat qilinguvchi ma'budotlardan bari bo'lishligini va ularni ibodatidan bari bo'lishligini va ularga ibodat qilguvchilarni o'zidan ham bari bo'lishligini o'z ichiga olishligini bilib o'tdik. Illalloh bu isbot bo'lib, o'sha nafiy qilingan ibodatlarni barchasini Allohning o'zigagina sobit qilishlikni va bu isbot istislam, to'liq bo'ysunishligini va istiqomat, mana shu bo'ysungan amallarda bardavom bo'lishligini o'z ichiga olishligini ham aytib o'tdik. Imom Ahmad rahimahulloh aytadi: "Na'budulloha bi sifatih." Alloh taologa uni sifatlari bilan ibodat qilamiz. Demak, la ilaha illalloh degan odam Alloh taoloni barcha sifatlariga iymon keltirishlik bilan Allohni ibodatda yolg'izlaydi. Agar bu odam mana shu kalimani aytishlikda Allohning ism va sifatlarini inkor qiladigan bo'lsa yoki ta'vil qiladigan bo'lsa yoki Allohni arshdagi zot deb iymon keltirmasa, bu kishi iymon bo'lmaydi, bu muvahhid bo'lib hisoblanmaydi. Alloh taolo aytadi: "Innallazina qalu robbunallohu thumma istaqamu fala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Robbimiz Alloh deydigan kimsalar so'ngra mana shu aytgan narsalarda istiqomat qilsalar, istiqomat ya'ni shirkdan yuz o'girib, ixlos bilan, tavhid bilan Allohning dinida bardavom turadigan bo'lsa degan, bularga xavf xatar va xafagarchilik bo'lmaydi dedi. Mana shular jannat egalari, ular jannatda abadiy qolgan holatda bo'lishadi. Bu ularning shu dunyoda qilgan amallariga mukofot tarzda beriladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir qancha joyida mana shu istiqomat haqida xabar beradi. Mana quyidagi oyatda ham: "Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh va waylul lil mushrikin." Aytgin ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, albatta men sizlarga o'xshagan odamman, menga vahiy qilinadi. Nimani aytgin? Albatta sizlarning ilohingiz yolg'iz ilohdir. Shuni aytgin. Bas unga istiqomat qilinglar. Qarang, ibodat qilinglar deb cheklanmayapti Alloh taolo. Fastaqimu ilayhi, unga istiqomat qiling. Ya'ni tavhid bilan shirkdan yuz o'girgan holatda, hanif
millati Ibrohimga ergashgan holatda ixlos bilan amallarda bardavom bo'linglar va Alloh taolodan istig'for talab qilinglar. Mushriklarga vayl bo'lsin. Fastaqim kama umirta va man taba ma'aka va la tatghaw. Senga buyurilgandek istiqomat qilgin dedi. Ya'ni men senga qanday buyurgan bo'lsam, mana shunday qilib dinda bardavom turgin. Va sen bilan birga tavba qilgan kimsalar ham shuningdek qilishsin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, men uchun islomda bir so'zni aytingki, sizdan keyin birontasidan so'ramayin" dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedi? "Qul amantu billahi thummastaqim." Boshqa rivoyatda "Qul robbiyalloh thummastaqim." Allohga iymon keltirdim degin, so'ngra istiqomat qilgin. Ya'ni mana shu aytgan so'zingda tavhid bilan, ixlos bilan bironta shirk amallarni qo'shmagan holatingda bardavom bo'lgin. Imom Ahmad Musnadda, Muslim sahihlarida keltirgan. Demak, mo'min odam barcha ibodat turlarini, u zohiriy ibodat bo'lsin, botiniy ibodatlar bo'lsin, so'z bilan, qalb bilan, amallar bilan sobit bo'ladigan ibodat bo'lsin. Banda mana shu ibodatlarning barchasida istiqomat qilishlik kerak. Demak, bu la ilaha illalloh degi isbotga amal qilishlik sifati bu istiqomatdir. Allohdangina yordam so'rashlik kerak deb biladi. Boshiga musibat tushganda haligi avliyolarini eslashni boshlaydi. Pirlarini eslashni boshlaydi. Ey Alloh, shu avliyolaringni hurmatidan men sendan so'rayman deydi. Bu istiqomat yo'qligi bu. Qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. La sharika lahu va bidzalika umirtu va ana awwalul muslimin. Aytkin ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Albatta namozim, nusuk, so'yliqlarim, hayot, mamotim barchasi olamlarning Robbisi, sherigi yo'q bo'lgan Alloh taolo uchundir. Mana shu istiqomat. Barcha ibodatlar, tavakkul yolg'iz Alloh taolo uchun bo'ladi. Qo'rquv yolg'iz Alloh taolodan bo'ladi. Yordam so'rashlik yolg'iz Alloh taolodan. Panoh talab qilishlik yolg'iz Alloh taolodan. So'yishlik yolg'iz Alloh taolo uchun. Nazr yolg'iz Alloh taolo uchun. Duo yolg'iz Alloh taolo uchun. Sajda, ruku, tavof barchasi yolg'iz Alloh taolo uchundir. Mana shu istiqomat. Bizalika umirtu, mana shu narsaga men buyurildim. Va men musulmonlarning avvaliman. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamga nisbatan bu. Ammo boshqa musulmonlarga nisbatan musulmonlardanman degan. Musulmon mana shu ibodatlarda shirkka, kufrga, bid'at, zalolatlarga moyil bo'lmasdan, zalolatchi firqalarga moyil bo'lmasdan istiqomat qiladi. Mana shu ixlos bilan, tavhid bilan bardavom bo'lib turadi. Demak, musulmon odam qalbda, amalda istiqomat qilgandek, tilda ham istiqomat qilish kerak. Tiliga ham nihoyatda hushyor bo'lishlik kerak. Ba'zi musulmonlarni ko'ramiz. Ya'ni o'zlarini musulmon degan odamlarni. Namoz o'qiydi, haj qiladi, roza tutadi, ammo tilidan chiqayotgan so'zlarga e'tibor bermaydi. Ayniqsa yoshi kattalar turayotganda nima deydi? Yo pirim,
yo Ali, shunga o'xshagan so'zlar yoki ba'zi yoshlar hazillashib, kulishib o'tirib, og'zidan din so'zlari chiqib, dinni istehzo qilib qo'yganini bilmay qoladi. Diniy amallar ustidan kulganligini bilmay qoladi. Shunga o'xshagan tillar mana shu shirklarga ham odatlanib qolgan. Inson tilida ham nima qilish kerak? Istiqomat qilish kerak. Ibrohim alayhissalomning dini Hanif dinidir. Ibrohim alayhissalom Hanifa muslima va ma kana minal mushrikin. Musulmon, Hanif bo'lgan, mushriklardan bo'lmagan. Hanifiyat bu tavhidda istiqomat qilishlik degani. Hanifiyat ichiga ba'zi haj qilishlik, xatna qilishlik shular ham kiradi. Lekin eng asosiy o'rni bu tavhidda bardavom bo'lishlik kerak. Alloh taolo aytgandek, vajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qawla zur hunafa'a lillahi g'ayra mushrikin bih. Butlardan, ya'ni bu vasanlarni ibodatidan chetlaninglar va bo'xton, yolg'on, Alloh taoloning haqqiga yolg'on gapirishdan chetlaninglar. Hunafa'a, shirkdan chetlangan holatda, mana hunafa'a lillahi g'ayra mushrikin bih, unga mushrik bo'lmagan holatda. Avsan, butun Allohdan o'zga ibodat qilayotgan narsalar avsan deyiladi. Qabrga ibodat qilsa, o'sha qabr vasan bo'lib qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandek, Allohumma la taj'al qabri vasanan yu'bad. Allohim meni qabrimni ibodat qilinadigan vasan qilib qo'ymagin. Qawla zur, Allohning haqqiga yolg'on, tuhmat so'zlar. Kimda kim Allohni ismlarini nafiy qilsa, sifatlarini nafiy qilsa, bu Alloh taologa iftiro qildi bu. Allohning haqqida bu yolg'on so'zlabdi. Alloh arshda emas, Alloh hamma joyda desa, bu Allohga bo'xton qildi bu. Mana shu so'zdan sizlar chetlaninglar dedi. Shu Allohning haqqiga yolg'on gapirib, bo'xton qilishlik, shuni shahodatini Alloh taolo nima qildi? Allohga shirk keltirishlikka barobar qildi. Ikkalasini bir joyda keltirdi. Mana shu Allohning ism va sifatlarini o'zgartirgan, ta'vil qilgan, nafiy qilgan, bular Allohga shirk keltirgan mushriklar bilan bir xil. Ya'ni bular ayni mushrikdir o'zi. Imom Tabariy aytadi, haj qilishlikni o'zi bu hanifiyat emas bu deydi. Hanifiyatga kiradi, Ibrohim alayhisalom haj qilgan, lekin shirk qilmagan holatda bo'lishlik kerak. Mana insonlar ko'ryapsiz, qancha odam haj qilib kelyapti, lekin amali to'ldir nima? Shirk. Illa man rahimalloh. Agar Alloh rahim qilgan bo'lsa, ular amallarini shirkdan poklashgan. Shuningdek xatna qilishlik. Bu ham hanifiyatdan, Ibrohim alayhisolamning amalidan. Lekin mana shu xatna qilishlikning o'zi bilan inson hanif bo'lib qolmaydi. Yahudlar ham xatna qiladi. Mushriklar ham xatna qilishadi. Ibrohim alayhisolamning dinida istiqomat qilishlik bilangina bu narsalar nima foyda beradi. Ya'ni inson hanif bo'lishligi uchun bu xatna qilishligi yoki baytni haj qilishligi insonni hanifiyatga olib kirmaydi ekan. Balki Allohning dinida istiqomat qilishlik kerak. Ma kana Ibrohim yahudiyan wala nasroniyan, walakin kana hanifan muslima. Ibrohim alayhisalom yahudi ham emas edi, nasroniy ham bo'lmagan, lekin u musulmon, hanif bo'lgan. Shuning uchun qatoda aytadi, hanifiyat bu shirk ahillarida ham bo'ladi deydi. Xuddi ba'zi islom shiorlari mushriklarda ham topilgandek.
hanifiyatdandir deydi. Xatna qilishlik, onaning nikohini haromligi, opa singilni, qizni nikohini haromligi bu hanifiyatdan deydi. Lekin mana shu narsalarni qoyim qilishlik bilan bu hanif bo'lib hisoblanadimi? Ibn Abi Xotim aytadi, hanifiyat bu la ilaha illalloh shahodatidir deydi. Mana shu shahodatning ichiga onalarning nikohini haromligi, qizlarni, ammalarni va Alloh harom qilgan narsalarni barchasi kirib ketadi. Va buni ichiga xatna qilishlik barchasini o'z ichiga oladi. Demak, quruq mana shu mushriklarda ham topilingan bu hanifiyat, ba'zi hanifiyat belgilari insonni hanif, Ibrohim alayhissalomda topilingan haniflikka dalolat qilmaydi ekan. Balki unda la ilaha illalloh istiqomat bo'lishlik kerak ekan bu kalima. Xatoda aytgandek, ular mana shu narsalarni harom deyishardi. Ular baytni haj qilishardi. Lekin bularni o'z shirklari bilan qoyim qilishardi. Allohni tavhidi bilan istiqomat qilishmasdi bular. Alloh taolo aytadi: "Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallohi shahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum va fin narihum khalidun." Mushriklar uchun Allohning masjidlarini obod qilmoqlik durust emasdir. Ular o'z nafslariga kufr bilan guvohlik bergan holatda. Ana ularning amallari habata bo'lgan. Ular jahannamda abadiy qoluvchidirlar. Shuning uchun Muad ibn Jabal radhiyallohu anhu Imom Ahmad rivoyat qilgan asarda keladi. Bu kishiga vafot hozir bo'lganda, o'lim to'shagida yotganda aytadiki: "Innal ilma val imana makanahuma. Man ibtaghahuma wajadahuma." Albatta ilm, iymon bu o'zini o'rnida turibdi deydi. Dinning asli, shariat, hanifiyat o'z o'rnida mavjuddir deydi. Kim buni talab qilsa topadi deydi. Nima qilish kerak ekan demak? İzlash kerak ekan buni. Turibdi bu o'z o'rnida. Qayerdadir bu turibdi. Lekin inson uni harakat qilib izlab topishlik kerak. Man ibtaghahuma wajadahuma dedi. Kim bu ikkalasini istab topsa, izlasa, albatta topadi dedi. Alloh taolo kitobni nozil qilgan bo'lsa, payg'ambarlarni jo'natgan bo'lsa, haq ahllari barcha haqni bayon qilgan bo'lsa, yana uzr beruvchilar chiqadi. Bu uzrli bu. Bu bilmay qolgan bu. Bu eshitmay qolgan bu. Zayd ibn Amr ibn Nufaylga qaysi payg'ambar o'rgatdi? Qaysi kitobdan o'rgandi u? Topdi-yu Robbisini. Millat Ibrohimni topdi-ku bu. Endi hozir oldida kitob tursa, sunnat tursa, bayon qiluvchi olimlar tursa, yana bu bilmay qoldi, bunga uzr beramiz. Ey uzr beruvchilar, sizlarga hech qanaqa uzr qolgani yo'q. Barcha uzr vositalari barchasi uzildi. Uzr berishlik uchun sizlarda hech qanday sabab yo'q. U odam bilmasa o'zida ayb, izlanishlik kerak. Mana Muad ibn Jabal o'lim paytida aytib qo'ydi. Kim izlasa topadi dedi. Alloh taolo payg'ambarlarni har bir ummatini uyiga kirib da'vat qilishlikka buyurgani yo'q. Allohdan risolat, payg'ambarlardan yetkazishlik, ummatlardan ergashishlikdir. Ummat o'zi izlab topib borib ergashishlik kerak. Haq ahllariga har bir fard odamlarni uylariga kirib yetkazishlik majburiyati yo'q. Lekin ularni ustida ana shu haq ahllarini izlab topib borib o'rganishlik majburiyati yuklangan. Qiyomat kunida Alloh taolo shundan so'raydi. Nima uchun izlanmagansan dedi. Dunyosi uchun, yaxshi yashashligi uchun, yaxshi kiyishligi uchun,
yaxshi taomlarni yeyishlik uchun izlanyaptimi? 1000 kilometr uzoqda yaxshi pul bor ekan desa, borib ishlab, izlanib topib yeyaptimi? yoki falon joyda shirin ovqat qiladi ekan desa, borib o'shini kechasi demak, kunduzini borib yeb kelyaptimi? Nimaga? Mana shu yemishidan ko'ra, havosidan, suvidan ko'ra zarurroq bo'lgan dinini izlamaydi shunday qilib. Agar xuddi shunaqa taomni izlaganda topar edi. Ovqat yeb, futbol ko'rib, samovar osh yeb yursinda, keyin dinini bilmay qolib, bu uzrli bu endi bilmay qopti bu deb unga uzr berilsin. Keyin bu jannatga kirib ketsin. Qanaqa ahvolik bu? Bu narsani ozgina o'ylansa, ozgina aqli bor odam ham tushunadi-ku buni. Nima uchun bu 15 metr sallani o'rab olgan bu imomlari tushunmaydi buni? Biz Ibrohimni millatidamiz deb Ibrohimni millatini da'vo qiladigan da'vochilar, bu Ibrohimni millati unaqa millat emas. Ibrohim alayhisalomning millati hanif bo'lgan. Dinda istiqomat qilgan. Tavhid ustiga qurilgan. Hech qanday shirkka aralashmagan toza din bu. Bu o'zlarini shirk aralashgan bu dinlarini Ibrohim alayhisalomga nisbatini berishmasin bular. Bular Allohning haqqiga bo'xton to'qishyapti bular. Alloh taolo shular haqida aytadi: "Innama yaftaril kadhiballazina la yu'minuna bi ayatillah va ulaika humul kadhibun." Albatta yolg'onni to'qishadi. Kimlar? Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlar. Mana shular yolg'onchilar bular. Ular Allohning oyatiga iymon keltirmagan bular. Mana shu Allohning haqqiga yolg'on to'qiyotgan bu yolg'onchi bular. Alloh taolo shirkni kechirmaydi deb tursa, innalloha la yaghfiru an yushraka bihi ochiq lafzlar bilan kelyapti. Bir o'zgacharoq, bir maxfiyroq lafzda bo'lsa ham boshqa masala edi. Alloh taolo unga shirk keltirgan odamni kechirmaydi deb tursa, bular shirkka uzr berib tursa, Alloh kechiradi, bu bilmasdan qildi bu. Bu Allohning haqqiga yolg'on to'qiyaptimi bu? Mana shu yolg'onchimi? Mana Alloh taolo mana shularni aytayapti. Bular Allohga iymon, Allohning oyatlariga iymon keltirmagan. Alloh arshda deb tursa, Alloh arshda emas deb nafiy qilib tursa bu. Allohning oyatlariga iymon keltirmagan bular. Bular Allohning haqqiga yolg'on gap to'qishadi bular. Allohga tuhmat qilishadi bular. Ulaika humul kazibun. Bular yolg'onchilar bular. Fala'natullohi alal kazibin. Mana shu yolg'onchilarga Alloh taoloning la'nati bo'lsin. Ular Alloh taoloning dinini o'zgartirishdi. Alloh taoloning oyatlarini o'zgartirishdi. Shuning uchun bilib qo'ying ey birodarim. Bilib qo'ying. Hanifiyatni da'vo qilgan musulmon odam mana shu la ilaha illalloh degan so'zni ma'nosida yotgan istislomni, ya'ni Alloh taoloning buyruqlariga to'liq bo'ysunadigan va mana shu dinda istiqomat qiladigan kishi hech qanaqa shirk aralashtirmasdan, tavhid ustida, ixlos bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ergashgan holatda, Allohning oyatlarini o'zgartirmagan holatda, ism va sifatlarini ta'vil qilmagan holatda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo qanday nozil qilgan bo'lsa Qur'onni, xuddi shuningdek iymon keltirgan holatida dinda bardavom bo'lgan odam, mana shu odam musulmon. Shu hanif bo'lgan, hanifiyat millati Ibrohimga ergashgan odam mana shudir. Kimda kim la ilaha illalloh desayu, Allohdan boshqasiga ibodat qilsa, Allohdan boshqasiga sajda qilsa,
Allohdan boshqasiga ruku qilsa, Allohdan boshqasidan yordam talab qilsa, Allohdan boshqasidan umid qilsa, Allohdan boshqasiga tavakkul qilsa, Allohdan boshqasini Alloh bilan o'zi o'rtasida vosita qilsa, Allohdan boshqasiga so'ysa, Allohdan boshqasiga duo qilsa, Allohdan boshqasiga qalbini bog'lasa, Alloh o'zi Qur'oni Karimda ismlagan ism va sifatlar bilan Allohni sifatlamasa, Allohning ism va sifatlarini ta'vil qilsa, Allohni hamma joyda arshda emas deb barcha joyda desa, ulug' avliyolarni, o'tgan odamlarni ruhlarini vosita qilib so'rashlik bu shirk emas, bu bo'laveradi desa, bu muvahhid emas, bu odam mushrikdir. Hatto tavhid ustida turgan Ibrohim alayhissalom duo qilgan: "Vajnubni va baniya an na'budal asnam." Meni va meni farzandlarimni butlarga ibodat qilishdan chetlantirgin. Ibrohim alayhissalom millati nasroniy bo'lmagan, yahudiy bo'lmagan, mushrik bo'lmagan, qabrparast bo'lmagan, jahmiy bo'lmagan, Maturidiy, Ash'ari, yana balo battarlar unaqa bo'lmagan Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom dini tavhid ustiga qurilgan. Ibrohim alayhissalom dinida bironta shirk bo'lmagan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallohi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan-nasi la ya'lamun munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shiya'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga xitob qilyapti Alloh taolo. Yuzingni hanif holatdagi dinga qoyim qilgin, burgin. Hanif holatda, shirk aralashmagan, toza, tavhid ustiga qurilgan, ixlos ustiga qurilgan fitratallohi allati fataran-nas alayha. Bu Allohning fitrati. Odamlarni mana shu fitrat ustida yaratgan edi. Mana shu hanif fitrati ustida yaratgan edi. Ularni mushrik qilib yaratmagan edi. Ularni jahmiy qilib, ularni Maturidiy qilib, nasroniy, yahudiy qilib yaratmagan edi. Ularni toza islom fitratida yaratgan edi. La tabdila li xalqillah. Allohning dinini o'zgartirishlik yo'q. Li xalqillah, ya'ni li dinillah. Allohning dinini o'zgartirishlik yo'q. Allohning dinini hech kim o'zgartira olmaydi. Ular nima qilishdi? Allohning dinini o'zgartirishdi. Allohning ism va sifatlarini o'zgartirishdi. Allohning ism va sifatlarini tavil qilishlik, yana aytamiz, bu Allohning ism va sifatlarini nafiy qilishlik bilan bir xil. Muattilalar deb qo'yadi bular. Nufatu sifatillah, Allohning ism va sifatlarini nafiy qiluvchilar bular. Zalika dinul qayyim, bu qayyim mustaqim din bu. To'g'ri, barkamol din bu. Lekin odamlarning ko'pchiligi buni bilmayapti. Ming afsus, walakinna aktharon nasi la ya'lamun dedi Alloh taolo. Munibina ilayhi. Allohning dinida qoyim bo'lgin, unga tavba bilan qaytgan holatda. Allohga yuzlangan, inobat qilgan holatda. Vattaqu, undan qo'rqinglar, namozni qoyim qilinglar, mushriklardan bo'lmanglar dedi. Minalladina farraqu dinahum. Dinlarini firqa qilib yuborgan kimsalardan bo'lmanglar. Ya'ni dinlarini baddalu, farraqu degani baddalu. Dinlarini o'zgartirib yuborgan odamlardan bo'lmanglar. Va kanu shi'a va jamoa bo'lgan. Yahud va nasoralar kabi. Barcha jamoa o'zlarini oldidagi narsa bilan xursanddir. Barcha bu botil jamoalar
o'zlari o'ylab topib olgan dinlari bilan mana shu biz to'g'ri yo'ldamiz deb xursand bo'lishadi. Innallazina farraqu dinahum va kanu shi'a lasta minhum fi shay. Innama amruhum ila Alloh thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Bu dinlarini o'zgartirganlar va jamoa bo'lib bo'linganlar, ulardan siz biron narsa deyilmasiz. Ya'ni ulardan siz barisiz. Albatta bularning ishi Alloh taologa. So'ngra ular qilgan narsalar bilan Alloh taolo ularga xabarini beradi. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha va man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Kim yaxshilikni olib kelsa, ya'ni tavhidni deydi. Tavhidni olib kelsa, u uchun uni o'xshashini 10 barovari bor. Kim yomonligini olib kelsa, ya'ni shirkni olib kelsa, uni misliga albatta jazosini oladi bu. Qul innani hadani robbi ila siratin mustaqim dinan qiyama millata Ibrohima hanifa va ma kana minal mushrikin. Aytgin ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, albatta meni Robbim mustaqim yo'lga boshladi. Dinan qiyama, mustaqim bo'lgan dinga boshladi. To'g'ri millata Ibrohima hanifa, hanif holatdagi Ibrohimning millatiga. U Ibrohim mushriklardan bo'lmagan edi. Qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lahu wa bidzalika umirtu va ana awwalul muslimin. Qul aghayrallohi robbi abghi robban va huwa robbu kulli shay. Mana shu hanifiyatdir. Tavhid bilan istiqomat qilib turishligingdir bu. Shirk va uni ahlidan bari bo'lasan. Tog'ut va uni ahlidan bari bo'lasan. Zohirda va botinda tavhid ustida istiqomat qilasan. Va Alloh taolodan mana shu tavhid ustida turishlikka sabot so'raysan. Xalqlarning eng afzali, rasullarning akrami bo'lgan zot Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo agar shirk qiladigan bo'lsangiz amallaringiz habata bo'ladi dedi. Laqad uhiya ilayka va ilal ladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk va la takunanna minal khosirin. Senga va sendan oldingi payg'ambarlarga vahiy qilindi, agar shirk qilsang amaling habata bo'ladi va ziyon ko'rguvchilardan bo'lasan. Fala tad'u ma'allohi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin. Alloh taolo yana nabiy Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytadi. Fala tad'u ma'allohi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Alloh bilan birga boshqa ilohga duo qilmagin, azoblanuvchilardan bo'lasan. Senga zarar ham, foyda ham bermaydigan Allohdan boshqasiga duo qilmagin. Agar shunday qiladigan bo'lsang, zolimlardan bo'lasan. Qul sadaqalloh. Qul sadaqalloh. Fattabi'u millata Ibrohima hanifa va ma kana minal mushrikin. Aytgin, Alloh rost aytdi. Ibrohimni hanif holatdagi millatiga ergashinglar. Ibrohim mushriklardan bo'lmagan. Qarang, qancha joyda Alloh taolo shuni takrorlayapti. Shuning uchun Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu vafot paytida al-ilmu val-imanu makanahuma. Muoz ibn Jabal buni Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu kishini Yamanga jo'natgan. Ahli kitoblarga da'vat uchun, ularni dinga chaqirishlik uchun jo'natgan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi ishongan, puxta, ana shu mushriklar bilan mujodala qilishlikka layoqatli bo'lgan insonlarni ularni oldiga jo'natardi. Mana shu kishi aytayapti. Ilm, iymon
ya'ni bu din asllari o'zini joyida turibdi. Ular joyida mavjud, har bir zamonda, har bir makonda bor bular. Kim bu ikkalasini izlasa, albatta bu ikkalasini topadi. Alloh taolo barchamizni Ibrohim alayhisalomning millati bo'lgan hanifiyatda istiqomat qilsin, bardavom qilsin. Ahli bid'atlardan uzoq qilsin. Allohning haqqida yolg'on gapirayotgan, yolg'on to'qiyotgan bu bid'atchilarga Alloh taolo kifoya qilsin. La ilaha illalloh qabla kulli shay. La ilaha illalloh ba'da kulli shay. La ilaha illalloh yabqa va yafna kulli shay. Laysa kamithlihi shay. Wa huwa as-sami'ul basir. Walhamdulillahi rabbil alamin.